Kompaniyaning muvaffaqiyatli hamda jadal tarzda rivojlanishi va alpinizm o'rtasida qanday umumiylik mavjud? Alpinizmda ham, biznesda ham aniq va ravshan maqsadlarga ega bo'lish muhimdir. Alpinizmda bu tog' cho'qqisini zabt etish bo'lsa, biznesda muayyan daromad darajasiga yoki bozor ulushiga erishishni anglatadi. Alpinizmda hamma narsa yo'nalishni rejalashtirishdan boshlanadi. Bu ob-havo sharoiti, muz va qorning holati, jamoaning jismoniy tayyorgarligi kabi ko'plab omillarni hisobga olishni talab qilgan strategik jarayondir. Biznesda ham aynan shunday. Muvaffaqiyatli tadbirkor yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarni oldindan ko'ra bilishi hamda ularni kamaytirishning eng maqbul yo'llarini topishi lozim. Microcam kompaniyasi ham aynan shu tariqa o'z yo'lini tanladi va mana 8 yildirki tanlagan yo'lidan og'ishmay, barcha qiyinchiliklarni yengib, cho'qqilarni birin-ketin zabt etib kelmoqda. Barchasi 2017-yilda Sultonov TA nomli kichik xususiy korxonadan boshlangan bo'lib, u o'z faoliyatini xavfsizlikni yashirin nazorat qilish sohasida yo'lga qo'ygan edi. 2020-yilga kelib, kompaniya rasmiy yuridik shaxs maqomini oldi va Microcam mas'uliyati cheklangan jamiyat sifatida ro'yxatdan o'tdi. Bugungi kunga kelib esa u jadal rivojlanayotgan kompaniyaga aylangan. Albatta, eng boshida ularda ham har qanday ishni yangi boshlagan alpinist kabi qo'rquv bo'lgan. Ammo kompaniyada qo'rquv tufayli cho'qqiga chiqishdan voz kechish xayoli hech qachon bo'lmagan. Shu munosabati bilan kompaniya qiyinchiliklarga to'siq sifatida emas, balki yanada kuchliroq bo'lish uchun navbatdagi imkon deb qaraydi. Ayni paytda Microcam kompaniyasi shaxsiy xavfsizlikni yashirin nazorat qilish sohasida O'zbekistondagi birinchi raqamli kompaniya hisoblanadi. Samarqand, Andijon va Farg'ona shaharlarida rasmiy hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilgan. Kelajakda nafaqat butun O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo bo'ylab hamkorlik aloqalarini o'rnatish rejalashtirilgan. Shuningdek, kompaniyada yangi mahsulotlarni yaratadigan va ularning sifatini tekshiradigan texnik bo'lim ham mavjud. Hamkorlarimiz qatoridan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Navoiy va Jizzax viloyatlari ichki ishlar boshqarmalari, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamenti hamda turli tijorat tashkilotlar o'rin olgan. Va albatta, xalqimizning ishonchi ham. Biroq kompaniya erishilgan yutuqlar bilan to'xtab qolmoqchi emas. Zero har qanday alpinist kabi kompaniyaning ham maqsadi tog'ning eng yuksak cho'qqisidir. Va Microcam kompaniyasi cho'qqilarni birin-ketin zabt etib kelmoqda. Gap bularning barchasini ro'yobga chiqargan insonlardadir. Qo'llarini tushirmagan va o'z orzusiga xiyonat qilmagan insonlarda. Axir xodimlarning asosiy o'zagi 2017-yildan beri ishlab kelmoqda va bu tarkib hozirgacha deyarli o'zgarmagan. Shu bois Microcam jamoasi umumiy orzu yo'lida bir-birini mustahkam yelkasiga tayanib, qo'llab-quvvatlashga, turtki berishga va madad bo'lishga tayyor holda doim faqat olg'a intiladi. Chunki faqatgina yuksak ishonchga asoslangan, jipslangan jamoagina mamnuniyat bilan yuksak natijalarga erishadi. Zero kompaniyaning asosiy missiyasi xalqqa xavfsizlik bag'ishlash. Shuningdek, kelajakda kompaniya hozirda Vyetnam, Rossiya, Xitoy kabi xorijiy davlatlardan olib kelinayotgan qurilmalar uchun butlovchi qismlarni o'zida ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni rejalashtirmoqda. Aynan shu butlovchi qismlar tufayli video tasvirga olish sifati eng yuqori darajada saqlanib, sifatli rangli tasvir va mukammal ovoz ta'minlanadi. Microcam kompaniyasi ancha yillardan buyon xafa bo'lish yo'q, maxsus bo'lim kabi ko'plab teleko'rsatuvlarning homiysi bo'lib kelmoqda. Mahsulotlarimiz faoliyat turi va yashash joyidan qat'iy nazar har bir inson uchun mo'ljallangan. O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib berish xizmati ham mavjud. Bir paytlar
xorijiy filmlarda ko'rib, faqat AQSh va Yevropa kabi rivojlangan mamlakatlardagina bo'ladi deb hisoblagan narsalar endilikda bizda ham talabgir. So'nggi yillarda Microcam kompaniyasi mahsulotlarga talab shu qadar oshdiki, hattoki sifatsiz mahsulotlarni sotishga va Microcam nomi ostida faoliyat yuritishga urinayotgan insofsiz raqobatchilar ham paydo bo'ldi. Biroq shuni eslatib o'tamizki, haqiqiy Microcam mahsuloti faqat kompaniyaning rasmiy ro'yxatdan o'tgan logotipi ostida taqdim etiladi. Ammo cho'qqiga chiqish uzoq muddatli mehnatdir va bu yo'lda o'z kuchini to'g'ri taqsimlay bilish kerak. Hamma biladi, so'nggi metrlar eng qiyini. Alpinist maqsadga qanchalik yaqinlashsa, ortga qaytish vasvasasi shunchalik kuchayadi. Biroq Microcam kompaniyasi o'z jamoasiga doim ishonadi. Har bir xodimga, har bir hamkorga ishonadi. Muvaffaqiyatga faqatgina shu muvaffaqiyat yo'lidagi qiyinchiliklarni yengib o'tishni yaxshi ko'radigan insonlargina erishadi. Cho'qqilar matonati borlarga bo'ysunadi.